Assalamu alaykum hörmətli görmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin həftəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Dövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Poçta Store'ның 2-ci oktябrdagi xəbərə görə Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 73 illik xatir gününün arpısında Angliyadagi 9 kishilik huquq tashkiloti Angliyaning yangi bosh vaziri Liz Trussga xat yozib, Angliya hukumatini Hong Kongliklar, Tibetlar va Uyg'urlar duch kelayotgan tahdidga ko'ngil bo'lishgan degan. Shundaqla yangi bosh vazirni o'zlarining Xitoy Kompartiyasining amaldorlariga embargo yurgizishni o'z ichiga olgan 5 turlik talabiga amaliy inkos qaytarishni talab qilgan. Mazkur dokladda Sharq Turkistonlik Uyg'urlarning majburiy to'qmas qilib etilish qatorliq qabih shakllarni o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilik duch kelayotganligi qayd qilingan. Washington vaqt gazetorining 2-ci oktyabrdagi xabarga ko'ra, Amerika Kengash palatasi istixborot alohida komitetining dokladida Amerika hukumatining jasuslikqa qarshi markaziy apparati va boshqa tarmoqlarning aslahalari to'liq emasligi, qurilmasining nomuvofiq ekanligi, shu vajdan kun sari kuchayotgan chet el jasuslik tahdidiga taqobil tura olmaydiganligi ko'rsatilgan. Mazkur dokladga ko'ra, Xitoy, Rossiya, Iran, Chauchen va boshqa davlatlarga tabi istixborot xodimlari va xakerlar Amerika hukumat organlari va xususiy tarmoqlarning maxfiyatligi va texnikasini qo'lga tushirishga urinayotgan bo'lsa-mu, ammo jasuslikqa qarshi turish organlarining hech qancha qarshiligiga uchramagan. Halbuki mazkur doklad yana Xitoy tahdidining boshqa barliq davlatlarning tahdididan og'ir ekanligi, Xitoyning uchur o'g'irlash doirasining hammadan kengligi va salmoqining hammadan zo'r ekanligi, Amerika hukumatining buningga cho'qim jiddiy muomala qilishi zarurligi bayon qilingan. Washington vaqt gazetorining 2-ci oktyabrdagi xabarga ko'ra, San Fransisko hukumati oldin hafta shaharlik hukumat binosida Xitoy bayrog'ini chiqarib, Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 73 yilligini tabriklagan. Xitoy davlat taratqullarining xabarida aytilishicha, 30-sentabr kuni San Fransisko shahrining amaldorlari, Xitoy amaldorlar va yerlik korxonalarning vakillari qatnashgan faoliyatda bayroq chiqarish murosimi o'tkazilgan. Eginlikcha San Fransisko shahri o'tmishdimi, hatto 2014-yili Xitoy doiralari Hong Kongdagi demokratiyani yoqlaydigan namoyishlarni bostirgandimi, o'zining Xitoy bilan bo'lgan quyuq munosabatining namoyandasi sifatida Xitoy bayrog'ini chiqargan. Reuters agentligining 7-ci oktyabrdagi xabarga ko'ra, Xitoy hukumatining davlat ichidagi tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdorini oshirish urinishlariga qaramasdan, Xitoy import gazlarga borgan sari tayinib kelayotgan bo'lib, bu ham energiya bexatarligini, ham davlat bexatarligini xavfga uchratgan. Xitoyning gaz ishlab chiqarish miqdori 2022-yilning dastlabki 8 oyida bulturning o'xshash mazgildagidan 6% oshgan. Shundaqla oldingi 10 yil mobaynida Xitoy hukumatining Sichuan, Sharq Turkiston va Orduz o'ymonliqidagi gazlarni ichish rag'batlantirish natijasida 2011-yildan 2021-yilgacha bo'lgan oralikda Xitoyning gaz ishlab chiqarish miqdori yiliga 7%lik sur'at bilan oshgan. Hatto Xitoy 2021-yilga kelganda Amerika, Rossiya va Irondan qolsa dunyodagi 4-chi tabiiy gaz ishlab chiqaruvchi davlatga aylangan. Ammo Xitoy Amerika bilan Rossiyaga o'xshash tabiiy gaz eksport qiluvchi davlat bo'lmasdan, uning davlat ichidagi tabiiy gaz iste'mol miqdori Xitoyni texmi ko'p tabiiy gaz ishlab chiqarishga majbur qilgan. Masalan, Xitoydagi tabiiy gaz ishlatadigan nopos soni 2010-yildagi 170 million kishidan 2015-yildagi 286 million kishiga, ondan 2020-yili 413 million kishiga eshish sababli tabiiy gaz iste'mol miqdori o'xshash mazgildagidan 11% oshgan. Halbuki Xitoy chet eldan import qilingan tabiiy gazlarning 3dan 2si suyuqlantirilgan tabiiy gaz shaklida bo'lib, Xitoy buni asosliqi Amerika va Avstraliyaga o'xshash o'zi bilan munosabati yaxshi bo'lmagan davlatlardan import qilishga majbur ekan. Shu vajdan Xitoyning gaz importiga borgan sari tayinib qolishi uning eng chong strategik ojizligi deb qaralmoqda ekan. Al Jazeera torining 7-ci oktyabrdagi xabarga ko'ra, bu yil 7-oyda Filippin doiralari mustaqil xabar tor beti bo'lgan rappellarni taqash to'g'risida buyruq tushirgan. 2021-yil 2-oyda Malayziyadagi bir sud mahkamasi atalmish o'z qonunida o'qirmanlarning adliya sistemasini tanqidlashiga yo'l qo'yish orqali sud mahkamasini haqoratlagan degan sabab bilan Malayziya keyingi xabar qonunini taqib etgan. Halbuki bu ikki torbetning o'rtaq xususiyatlaridan biri shuki, bu ikkilisi Xitoyning mazkur davlatlarga siyosiy, iqtisodiy va taratquv jihatlardagi ta'sir ko'rsatish urinishlarini izchil boshqargan. Ya'ni mazkur davlatlar davlat ichidagi siyosiy omillar sababli bu qonunlarni taqash natijasida o'zlarining dunyodagi eng kuchli mustabid hokimiyat bo'lmish Xitoyning ta'sir ko'rsatish urinishlariga qarshi turish iqtidorini zo'r darajada ojizlatib etgan. Va bu xil yuzlanish dunyo miqyosida borgan sari kuchayib, Xitoy erkin mustaqil taratqularning bostirilishidan eng zo'rlanib og'uchi davlat bo'lib qolgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.